Rifkat aka, bir soatdan beri orqangizdan yuribman. Biz ishni hal qilaylik aka. Rifkat aka. Kelinglar Nikita, qachon keldingiz? Ha, bir soatdan beri orqangizdan yuribman aka. Извините, men ko'rmay qolibman. Nima kamchilik Nikita? Qancha pul kerak yana? Qancha? 10 ming. Всё. Mana 10 ming. Oyiga bitta butun qilib qaytarish shart emas. Oyiga 2 mingdan to'laverasiz, ha? Qaytaraverasiz. 1 yil, 12 oy. Ha, bo'pti Davay. aka. O'z nimaga sizga pul zarur o'zi, ha? Yusel ofis ochmoqchiman. Qatga. Shu o'zimiz bozor to'g'risiga ochib qo'ymoqchi. Mana Yusel shu oldini bekitib, shuni ochib qo'ymoqchiman. Kirib chiqqan joy qoldiraman xolos. Bular to'sib qo'yasiz-ku Nikita, u Men ko'rolmayapman, odam tinmayapti, ko'rolmayapman. Mana shu biznes qiyin kelib qoldi. Конечно, ko'rolmaysiz Nikita. Bular zamin sim karta qilyapti. Misol uchun 5 yildan beri bitta nomeringizni ishlatayotgan bo'lsangiz, koda nomeringiz bilan boshqa kompaniyaga olib beryapti. 500 minglik zolotoy nomerlarni bepulga 80 minglik tarifda beryapti. Muddatli to'lovga telefon chiqaryapti. Nima yomonligi tegadi? Kompaniyaga bormasdan bitta pasport bilan chetga kelib telefon tiklatishyapti. Nima yomonligi tegadi bularga sizga? Buncha shartlari bo'lsa, men bularni sindirarman. O'zim sinib ketadi. Конечно, Nikita, siz boshidan уже mana maymun biznes qilmoqchisiz, bittasini yuryapti, u kopiya qilyapsiz. Bizda hamma shunaqa. Bu zloy bo'lmang Nikita. Zloy, qo'qonlik tabibga o'xshab ichingiz qora bo'lmasin Nikita. Unaqada aka, pulni olib qo'yavering. Bu keyin yana bir o'ylab ko'raman aka, biznes qilsam. Всё, qancha batta? 10 ming aka. Ichi sanalganmi, to'g'rimi? Ha, sanab olavering. Всё, 10 ming bo'lsa, tak. 5 oylik uzildi Nikita, ha? Yana 7 oy 2 mingdan to'lovingiz qoldi, ha? Давайте, men mukammalni yo'q dishim bormi? Ko'rishamiz.